Kelmepti bacı, kelmepti. De. Başlap buğa oyunda o toqtutu yutaydı amal yok onunğa. Ahırını depli vitay dep. Bacı, ustaz neyci lavurla ketdi. Sen bir tamaka düşsen de, wo, çoşka alı dep. O dağanın laqimi çoşq kavunu kiyotağın. Ne qildi bu adam? 2000 chiqibdi elqini. Nima qa? Çoşqa? Dapmış kanaydi ilip qaraydi. Tam qiltirab o'tqara. Sonra konu piltan götürüp geldi. Çoşqa deginəmən! Toq getib tutduğun kam. Ya kaka. Qoşqa. Ben sana çoşqu kesip koyay. Dep turgan kamni aldığı ekilip. Muşta japalar boldu çak diyandan. Muş kolunu meşedin sep hem de börek var var hem de. Muşta bir börekin teşik çıkarıp bir börekten tutup tol kapıyı tutkara. Uyay! Yok, sonoko inin kayında uçup çıktı deyim. Yok, sonoko. Çıkıp bir hepten ötküzüp turgan kam meyrik muzlan tengep, göğüşlerini tengep. Soğuklarını kılıp, ışıklarını yandırıp bir heptetken süper restorana yanı kepti digine turgan kam. Kepti o riyasa cama işte. Kuy turgan kam kelek kepti. Hürmetli hanımlar bendiler, turgan moda hakimi süper restorana kadar ödüktü. Vallahi kulu kız soğuklarını yanı bir durarak gelmese çabuk ettim. Ya bıçar turgan kam, ah köngül adam bu yanı çıkıptı o kara. Bu da sel boş deydi. Sel boş deydi avazları. Tu ooo. Toluk sakaymak diyemeyelere. Ustaz ne tudu? Ustaz neyci lavurla ketdi. Bacı ne tudu dep. Bacını izlep mansa ilqa aval kapti tolğup etken. Ma hatta yen bir sıngnısın birimizin toyu olup yanı kepti geldi yine o restoranga var. Qarşı turgan kam ayaqdan kiyatqan bu adam başta kör qaptı turgan kam adam kör qaptı başta kör qaptı. Estağfurullah. Ama yanı kiyatdı qoy bunu. Oy. Onun manısın çocuk kökteydi orada. Toymadım ki ne aval kettim bu bacıga. Tabi o adam ki bu maya qarab turaptı. Dümüsnaq poturaptı. Aya qarab dümüsnaq poturaptı. Turgan kam keyindin qarab tonumay ne? Şuna yuğan görün degende keyindin ba. Dol aşınalık eşimden yoktu ya la. Bacı seni ködüm. Rahmet. Hazır görse bacını. Bacını görse 77 attanını görüşemek ya. Tuğba, menin de başka bir çoşku yok mu ki la bunun? Otasa turgan kendini kep. Bacı dedi ya karımay turaptı da bana. Tuğba ya özünü ayımam deyim ha bana. Da maquluk sırkayın yapıp da. Bacı. Qarmay turaptı. Şula qarmagан ki ahırdaki gepni devtey dep. Yılqı gep bada ahırda. Bacı. Ustaz ne jilla oğurla ketipti. Sen bu yer tamaka düşsen de. Wo. Çoğulu deyişige yılqı adam. Şabı qaraptı ki. Wo aka bacını gördünüz mü aka?
Rahmat, sizlarga rahmat. Rahmat, Birgulson. Rahmat. Rahmat, sizlarga rahmat. Ya, rahmat ona, Birgulson. Rahmat. Hurmatli aziz tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rman qarindoshlar. Shuning bilan bizningki Milliyat madaniyat tarixi sherikimizningki uyushtirgan Milliard Chaqchaq Sakinse programmamizningki birinchi bölümü mishada oxirlashdi. Kelib kelgan barliq tomoshabinlarimizga, qo'llab kelgan barliq tomoshabinlarimizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Mushu sabab bilan ustozim Xalmurat Umar favqulodda rahmatimni bildiraman. Chunki Xalmurat akamni men ustozim deyishim sabab ben kichik vaqtlarimda Xalmurat akam tunji qitim Şinjan televiziya stansiyasida "Aysa yo'qolib ketding-ku" degan bir so'z o'yini o'ynab chiqqan. Mushuning 5-i shu. Ben ustozimdan nurg'un ta'lim elib, ustozimning qo'ldishi bilan, yaxshi tarbiyalashi bilan bu qitim mushu faoliyatimni davomlashtirib oldim. Shu sabab ustozim Xalmurat akamga yana bir navbat rahmatimni bildiraman. Rahmat aka. Endi azroq vaqtinglarni olamiz. Bizningki mush faoliyatimizga yaxshi qatnashib kelgan, ajr qilgan, to'kib yaratgan ustozlarimni, o'zimning ko'nglimda o'ylaganlarimni men mush sahnada bir gul orqali ifodalamoqchi edim. Men bir chetda ismini atsam, mush sahnaga bir chiqib kelgan bo'lsanglar. Xalqimizning so'yimlik san'atkori, kuldirgi cho'lponimiz, gigant cho'lpon ustozim Xalmurat Umar. Rahmat. Bizning xalqimizning atoqli baxshisi, xalqimizning faxrli cho'lponi, eng yuqori martabalarga erishgan Toshmamat Botir aka. Xalqimizning yuqori bahosiga erishgan atoqli naqshchimiz, san'atkorimiz, cho'lponimiz Nurnisa Abbos adam. Endi programmaninki tayyorligi bilan sizlarga bek cho'ng so'g'at tayyorlamadim. Elimizden, şagirdimizden ko'ngilga deb o'shani bir qabul qilgan bo'lsanglar ustozlar. Rahmat aka. Hadi. Rahmat. Rahmat aka. Rahmat sizlarga. Bizdagi riyosatchilik sohasida chaqnagan cho'lponimiz, yaxshi akimiz, nurg'un riyosatchilarning ustozi Qaysar Habibullah. Xalqimizning so'yimli qizi, xalqimizning qalbida yuqori martabalarga ega bo'lgan saxovat elchisi Shamsiyadam Abaydov.
Riyosetchilik sohasidagi katta cho'lpon, xalqimizning qalbidan yuqori o'rin olgan xushchaqchaq mening qarindishimdek Gulshan Mamat tursin. Rahmat. Azar aka, addiy bo'lib qoldi. Bo'ldi. Mağbe işkital suyuq salam bilan qilib berayotganlarmi endi? Hechtam qilib beramidik deydi. Rahmat, rahmat, sizlarga rahmat. 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 Ha, endi mening mushu programmamning ro'yobga chiqishi uchun qon teri bilan ajr qilgan yurak og'inam Sayfiddin Shamishdan. Ya rahmat dada, rahmat. Rahmat dadaş. Japa tatan, rahmat. Bir çavak bile ustaylaysak dedim. Hoş. Bu manap astada qo'ymiz. Rahmat dadaş. Taqrir shirkatimizning aksiyasi fonimiz bor. Ay, rahmat adaş. Apla bu qana oldu. Men endi to'g'ri tushuninglar, men tex to'n kiydigan munosib kelmatdim og'inamning ko'ngliga. To'g'ri tushuninglar meni, to'yinchilar. Ay, adaş sal. Rahmat. Ay, adaş rahmat. Maqul og'inam. Endi ya bu kimning? Rozmamatningmi? Rahmat. Bu Faxriy şirkati. Bu asli o'rinlashtirish meniki Rozmamat deb Faxriy shirkatining bosh qurg'uvchisi og'inam bor Rozmamat deb. Bu og'inam bir sabablar bilan ishkirga o'lkada bo'lib qilib, kelamay qoldi shu og'inamning ko'ngliga. Faxriy shirkatiga bek cho'ng rahmatimni bildirman. Faxriy shirkati diyorimiz so'pinchilik sohasiga oldib ketib qolgan bir bayroqdor shirkat. Meni mushu ishda iqtisod bilan, madad bilan yaxshi qo'lga og'inamga chin dilimda rahmatimni bildirman. Rahmat aka. Sizlarga rahmat. Hurmatli aziz tomoshabinlar, keppagan qadamlaringizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlar bo'g'ashqa bugungi milliard madaniyat tarixi shirkatimiz o'rinlashtirgan milliard kulkisi programmamizning birinchi bölümünü muvaffaqiyatli suratga ilib oldik. Sizlar uchun beshimiz yetkich salom qilamiz. Rahmat sizlarga.